Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Sog' salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa men hozir ishga chiqdim. Mana bugun dadamga mashina sog'uvchi 3 kunlik challengening 132-kunida nasib bo'lsa, Xudo xolasa. Kecha bilgan bo'lsalaringiz, video joylagandim. Balansdan minus qilibdi. Haqiqatan ham bugun minus qilgan. Agar iloji bo'lsa screenshotini qo'yib yuboraman. Mayli. Meni haqqim kimlargadir o'tib ketmaydi, kimlardadir haqqi menga kelib qolmaydi. Nasib bo'lsa agar meni haqqim nohaqlik bilan kimgadir o'tib ketgan bo'lsa, rozi emasman, to'g'risi. Mayli, shunga qaramasdan Xudo xolasa meni ishdaman. Hozir zakaz tushganingda restoranga yo'l olishim kerak. Xudo xolasa. To'g'ri. Hozir nimadirlar bu, boshqa bu, maqsadga olib boradigan yo'llar o'zgarishi mumkin, lekin maqsad o'sha bo'lib qoladi. Xudo xolasa aytishadi-ku, orzu-orzuligicha qolmaydi, faqatgina mana bu yurak urib tursa, bas deyishadi-ku. Rahmat, sog' bo'lingizlar, charchamayingizlar. Biz davom etamiz. Ota-onamning duosi sababli, sizlarning duolaringiz sababli men yana yo'lga otlandim. Rahmat, sog' bo'lingizlar, charchamayingizlar. Sizlar uchun doim qo'lim ko'ksimda. Sog' bo'lingizlar.